Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 22-iyuldan 29-iyul kunlariga bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib turadi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 20-25 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 22-23 iyul kunlari 30-35 daraja iliq bo'lib turadi. 24-dan 29-iyul kunlari esa havo haroratlari 35-40 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib turadi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Kunduz kunlari 22-23 iyul kunlari esa 30-35 daraja iliq bo'ladi. 24-dan 29-iyul kunlari esa kunduz kunlari 34-39 darajagacha asta-sekinlik bilan ko'tarilib boradi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida esa bu holat 35-40 darajagacha, ayrim joylarda undan ham oshib ketishi kutilmoqda. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. 22-iyul kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 23-dan 25-iyul kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 20-25 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 30-35 daraja iliq bo'lib turadi. Ba'zi joylarda 34-39 darajagacha ko'tariladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.